Shuning uchun hamma narsani qilishga tayyorman. Sen nima qilyapsan? Sen meni akamsan, qanday qilib men bilan shunday qilasan? Yo'q. Bu mumkin emas. Men ketaman. Mana, Shahnozamiz keldi. Qizim, xush kelibsiz. Va alaykum assalom qizim. Qizim, butun qishloq senga qarab turibdi. Ota, uyalmang, oddiy qizmanda. Ukalarim, kalendar. Opajon, bugun qanday go'zal ko'rinasiz? Hammamiz birga bo'lsak yaxshi-da. Bugun havo juda yaxshi, shunday emasmi? Ha, ayniqsa sen bilan Shahnoza. Ukalarim, sizlar hamon shunday maqtaysizlar. Chunki sen juda go'zalsan. To'g'ri aytasan, ukam. Shahnoza, yuz qildi. Shahnoza, keling, ichkariga o'ting. Kiyimlarim butunlay ho'l bo'lib ketdi-da. Shahnoza, tez g'olib bo'lib ketasiz. Rahmat Rustam. Mana bu kiyimlarni oling, quruq. Yo'q. Endi dam olaman. Shahnoza, opam, qanday ahvoling? Yomg'irdan suv qotib qoldingmi? Akajon, nazariy omad sizga. Akajon, juda sog'indim sizni. Men ham opam. Hamma narsa yaxshi bo'ladi. Sen nima qilyapsan? Sen meni akamsan, qanday qilib men bilan shunday qilasan? Shahnoza, kechirasan, men yo'q. Buni o'tog'iga ket. Shahnozajon, men seni chin dildan sevaman. Men seni o'zimnikidek qilmoqchiman va sening uchun hamma narsani qilishga tayyorman. Yo'q. Bu mumkin emas. Men ketaman. Shahnozajon, men seni sevaman. Akajon, bu gaplaring endi bos qil. Lekin men chin dildan aytayapman. Iltimos tushun, bu mumkin emas sizni. Faqat bitta shart bilan. Nima desang, men qabul qilaman. Yaxshi. O'tiraylik. Bu muhabbat bizni baxtli qiladi. Ha, sevgim har kun yanada kuchaymoqda. Uch okean bizda sevas paydo bo'lyapti. Bu ajoyib yangilik, endi oilamizni kutaman. Men ham. Men akamdan homilador ekanligimni tushundim. Bu juda katta muammo. Men ham bu sir saqlanmaydi. Biz maslahatga birgaroq. Vaqt keldi. Hech kim uyg'onmasdan chiqib ketamiz. Ha, keling. Yangi hayot bizni kutmoqda.